operatsiyaga Cumhuriyet geçişimiz tuşağı yolunu prezident keldi. Shuni shu gaplashib qo'ygan. Qaragan chunki hammalar narsa qatnashib qo'ygan bo'lsa. Afzal akam birinchi kun kelganlarni juda semiz bo'lganlar. Endi hozirgi ko'rinishlar. Mashallah. Afzal aka. Zo'r. Necha kilo vez tashladi yoki? Hop. Почти 2 oyda 24 kilo vez tashladi. 2 oyda. 2 oyda. Afzal aka, bunaqa tez vez tashlashga ishonganmiz yo'q, to'g'rimi? Nima shu qaragan chunki hammalar narsa qatnashib qo'ygan bo'lsa. Nima o'zi bo'ladi degan narsa bor edi. Operatsiyaga ketayotgan joyimni aytdim sizga. Operatsiyalarni dietani qildik. Zo'riga ukam bilan shug'ullanib joyida. Demak, operatsiyasiz ham qisqa muddatda o'tsa bo'lar ekan. Operatsiyaga Cumhuriyet geçişimiz tuşağı yolunu prezident keldi. Shuni shu gaplashib qo'ygan. Hozir bo'ladi. Ana o'z videolarimni ko'rib, hozir oxirgi javob bermaganki o'zim kelganman. Instagramda javob bermaganlardan o'zim kelganman keyin shu darajaga chiqib Qadam tashsa natijani o'zi keladi. Bilamni to'g'ri ovqatlanib, trener bilan shug'ullanishga shuni biz davom etamiz. O'samiz yoki endi yoqib berishni davom etamiz.